Nega Valiahd shahzodani ko'rmayapman? Zoti oliylari, so'nggi vaqtlarda Valiahd shahzoda saroyini ko'ngli tusagan paytda tark etmoqda. Bu odatiy holga aylandi. Afsuski bu holat yaxshi emas. Sodiq xizmatkorlaringiz Valiahd shahzodaga shikast yetishidan xavotirga tushmoqda. Biz bunga ortiq ko'z yumib tura olmaymiz. Valiahd shahzodani xatti-harakatlaridan xabardorman. Kamondan o'q uzish musobaqasiga tayyorgarlik ko'ring. Valiahd shahzoda musobaqada ishtirok etmasa, bundan hayron bo'lmaymiz. Nimaga bunday deyapsiz? Bu muhim musobaqa.